Ha doğru ertemenen bark dedim şehirde. Burada bark mı? Yalanlar. Yeşil orta değil. O ara yoksun. İlaçlarımı. Kulluk. Kulluk sen kaçar? Kulluk. İlaçlarımı. Çalacak. Kulluk. Kulağını geldi geçenler. Kulluk. Başkan aldın mı? Biri de tosudu mu? Anlayacağım. Hani size yaptın adam? Hemen ortadan bakın. Şimdi gene. Egeyken. Bana hiç gelsin. Bu ağzından çıkmadan Ege'ye. Giriyorum ben. İlaçlarımı. Avvalambor assalomu alaykum aziz opalar, akalar, xonadonga xush kelibsizlar. Shu to'y boshiga biz ham baxt tilaymiz. Shu qizga hamisha Assalomu alaykum. Shu Samjon Zulayxalar xonadoniga xush kelibsizlar. Mana bugungi to'yimizda, bazmimizda sababchisi kuyov bilan kelin, ya'ni Shahnozam bilan Nozimbegar ekan. Ana shu munosabat bilan shu yerga yig'ilgan hammalarning nomidan, o'zim o'qitgan barcha o'quvchilarim nomidan ularga baxt saodat tilayman. O'zlari bo'lsin, xudolar borishga kerakli bo'lsin, uvali juvali bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin va hammani mana shunaqa to'ylarga yetkazishini tilaydoshimiz. Rahmat kam bo'lmang, bo'ldi xudoda rivojini ko'ring, to'ylar ko'ring, rahmat sizga ham. Xo'p, endi tabrik uchun so'zlar Ruqiyaxonga beramiz. Biroz shirin so'zlarni aytadilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu kecha qatnashchilari. Bu sabab bilan bu yerga kimlar kelibdi deydilar. Mana shu qizlarni to'yinkan etkizishdi. Rahmat. Samjon ham, Zulayxa ham umrlar uzoq bo'lsin. Martabalari mendan ham ulug' bo'lsin. Yigitlari, qizlari ham hammalari uylaridan tinch bo'lsin. Bu kelinga ham baxt tilayman. Baxtli bo'lsin. Rahmat, sizga ham omad yor bo'lsin. Kam bo'lib salomat bo'ling. Endi so'zni san'atkorlarga beramiz. Bir qiziq kuchli bir nimalardan aytadilar. Manzillarni bir qizib berasiz. Marhamat, so'z. marhamat.
juda gapirganlar ko'p bo'ldi. Samirjon bilan Zuleyxonni sha'niga juda yaxshi gaplar, kelinchakka, kuyovga ham juda yaxshi gaplar bo'ldi. Shu hamma aytmoqchi, uvali juvali bo'lsin, baxtli saodatli bo'lsin, ota-onasini hurmat qiladigan bo'lsin. Hozir